Bugungi bemorimiz 54 yoshdalar. Bu kishida bachadon bo'yni displaziyasi, bachadon bo'yni ertroplakiyasi tashxisini qo'ydik hamda hozirgi amaliyotimiz bachadon bo'yni konizatsiya amaliyoti. Operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Bemorning ahvoli qoniqarli. Palataga jo'natyapmiz. Mana bemorimizni xonalariga oldik. Malohat opa, o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yaxshiman, Xudoga shukr, Allohga shukr, yaxshiman. Og'ir ahvolda keluvdim, shamollashlarım kuchli, achchiq chiqishlar bor edi. Baraka toping, tani sog' bo'lsin. Robiyaxon ham tanlari sog' bo'lsin, Jasur Davlatovich ham tanlari sog' bo'lsin. Lekin juda zo'r sharoitlari ham rosa yaxshi, doktorlari ham yaxshi, medstralari yaxshi, absolutlari shunaqa zo'r. Bemorimizni ko'rdingizlar, ahvollari yaxshi, stabil holatda. O'zgina narkozning hisobidan bosh aylanishlari bor. Xudo xolasa 1-2 soatda o'tib ketadi. Bemorimizga bugunning o'zida javob beramiz.